biz qurbonlik qilishlikka harakat qilishligimiz kerak. Qanday qilib qilinadi? 7 ta inson bir sigirda yoki tuyada sherik bo'lishligi mumkin. Bizning yurtlarda bunday narsa kamroq kuzatiladi. Bizda ko'proq kuzatiladigan narsalar qo'y olib so'yiladi. Qo'yni qandayini olamiz deb savollar beriladigan bo'lsa, qo'y tishlari chiqqan bo'lishi kerak. Ostidagi ikkita tishi kattayib chiqib qolgan bo'lsa, o'shini sunoi deydi. 4 tasi chiqsa ruba, 6 tasi chiqsa sudais deb nomlanar ekan. Semiz bo'lishlik kerak. Kamchiliklardan, nuqsonlardan uzoq bo'lish kerak. Biror bir a'zosining 3dan 1 qismi kesilmagan bo'lishlik kerak. Inson ko'rganda xursand bo'ladigan darajada kasalliklardan uzoq bo'lgan holatdagi sog' salomat semiz qo'y bo'lishligi bizni shariatimiz ko'rsatgan. Hozir biz qo'yni sifatlarini aytadigan bo'lsak, u yerda juda ham ko'p sifatlari bor. Masalan, qo'yning junlari hammasi tabiiy bo'lishligi, qo'y xotirjam o'zi bosishligi